Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, navbatdagi juma suhbati ko'rsatuvimizning mehmoni Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi Said Jalolxon To'ra jome masjidi imom xatibi ustoz Yunusxon domla Muhammad Rasulov tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum ustoz. Tashrifingizdan g'oyatda xursand bo'ldik. Ustoz, bugun shu dehqonchilikning fazilati, ushur berish mavzusida bugungi suhbatimizni uyushtirsak, dastavval dehqonchilikning fazilati, dinimizda unga beriladigan ajr-i savob mukofotlar haqida suhbatlashsak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah, amma ba'd. Dar haqiqat Alloh taolo bu dehqonchilik, bu ziroat masalalarini Qur'oni Karimda batafsil bayon qilgan. Uni moddiy, ma'naviy tomonlari, undagi Alloh taoloning ne'matlari va u dehqonchilik naqadar bir Alloh taoloning bir buyuk mo'jizasi ekanligini Alloh taolo oyat-i karimalarda bayon qilgan. Jumladan uni ahkomlarini ham bayon qilgan. Bir oyat-i karimada Alloh taolo bu yer yuzidagi barcha nabotot olamini biz buni ziynat qilib berdik degan. Ya'ni inna ja'alna ma fil ardi zinatan laha. Biz bu yerning tepasidagi barcha nabotot, barcha tog' toshlar, dov daraxtlar, barcha ziroat ekinlarini biz yer yuziga ziynat qilib berdik degan. Jumladan boshqa oyat karimalarga qarasak, Alloh taolo bu ekayotgan ekinlarimizga ibrat nazari bilan qarashlikka buyurgan. Astaizu billah afara'aytum ma tahrusun. Bu ekayotgan demak mana shu ziroatlaringga bir ibrat nazari bilan qaramaysizlarmi? Uni sizlar o'stiryapsizlarmi? Yo biz o'stiryapmizmi deb Alloh taolo agar xohlasak uni bir quruq cho'pga aylantirib qo'yar edik. Undan mahrum bo'lib, Xudoning ne'matidan, bu berayotgan ne'matlarimdan mahrum bo'lib, juda ham bir afsus nadomat qilardilaring degan ma'noda Xudo bu ne'matlarga ishora qilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham marhamat qildilarki, mo'min muslimin, qaysi bir musulmoniki bir ko'chatni eksa, ana o'sha ko'chat katta bo'lib undan meva qilsa, undan odamlar yesa, hattoki hayvonlar yesa ham dedilar. Hatto bitta rivoyatda undan o'sha hatto ari ham yesa, qush yeydimi, inson yeydimi, hayvonot olami yeydimi, nima narsa undan yesa, shuni ekkan odamning nomiga shu sadaqot bo'lib yozilaveradi dedilar. Ana dehqonchilikni naqadar ulug'ligi, agar niyat yaxshi bo'lsa, bir narsani ekishdan oldin shu xayriyatini niyat qilib, shu mo'minlar foydalansin, nafaqat odamlar, balki hayvonot olami ham shundan bahra olsin deb eksa, Alloh taolo unga ajr yozar ekan, savob yozar ekan. Hatto undan ari yeydimi, hayvon yeydimi, qush yeydimi, o'sha odamning nomasiga Alloh taolo shu ihson, sadaqat qilganligini, savobini yozadi. Endi shu ma'noda uni hukmini ham Alloh taolo nima qiladi, yozadi. Mana u hatto bu kasblarni payg'ambarlarning kasbi ekanligini mana hadis shariflarda dehqonchilik otamiz Odam alayhissalotu vassalomning kasblari, shu ishlarni demak o'rgatganlar, bani basharga shuni ta'limini qilganliklari uchun mana shu kunga davr dehqonchilikda turli xil nimalari yetib kelyapti. Shu bilan birga bu hosillar, bu ne'matlar qo'lga kelganda uni shukrini qilishlik ma'nosida Alloh taolo bandaga bir moliyaviy haqlarni ham yuklagan. Jumladan bir oyat karimada va atu haqqahu yawma hasodihi degan. Ya'ni qachon shu ziroatlaringiz, dehqonchiliklaringiz pishsa, pishib yetilgan kuni uni haqqini beringlar degan. Ya'ni mana bu oyatdan dehqonchilikni zakotini ham Xudo farz qildi. Ya'ni bizning tilimizda u ushur deb ataladi. Ya'ni 10dan 1 degan ma'noni bersa, ya'ni sizlarga men bergan ne'matim shu dehqonchilikni men o'zim yerdan chiqarib beryapman. Sizlar buni sababiga kirishyapsizlar xolos, lekin buni o'stirib berayotgan, chiqarib berayotgan men bo'lganligim uchun men bergan bir ne'matni berdimmi, endi buni zakotini beringlar. Ya'ni o'sha miskin, kambag'al odamlarga o'sha yetishtirilgan hosildan ularning ham haqqi bor. O'sha haqni ajratib beringlar deb Alloh taolo uni nima qildi? Molni
Shu darajada Alloh buni demak bizga yuklab qo'ydi. Shuning uchun Alloh taolo bir dehqonchilik orqali bir ne'matni berdimi, demak uni zakotini, Xudo farz qilgan zakotini albatta berish kerak. Chunki Xudo bergandan keyin uni banda berish kerak. O'zini qudratida emas. Butun yer yuzini qozonga solib qaynatsa, undan bitta mevani yo bir donni chiqarib ola olmaydi banda. Uni Alloh taolo chiqarib berganligi uchun uni demak lozim bo'lgan haqlarini berishlik lozim bo'ladi. Tashakkur ustoz. Ushurning mohiyati haqida juda kerakli tavsiyalarni aytib o'tdingiz. Shu dehqonchilik va bog'dorchilikdan beriladigan ushurning me'yorlari haqida ham gapirib bersangiz. Bog'dorchilik bizni dinimizda, masalan, mana fuqaholarimiz, xususan bizning mazhabimizda yerdan chiqadigan ziroatlarni boringki hammasida ushur beriladi, ya'ni zakoti beriladi. Ya'ni 10dan 1 beriladi. Ya'ni o'sha yerlar, masalan, yerlar ikkiga bo'linadi. Sug'oriladigan yerlar, sug'orilmaydigan lalmi yerlar hisoblanadi. Endi ana shu osmon suvlari bilan, ariqdan kelayotgan suvlar bilan, yomg'ir suvlari bilan, daryo suvlari bilan sug'orilayotgan yerlar hammasi ushuriy hisoblanadi. Ya'ni ushur berishlik kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha yerlarda yetishtirilgan dehqonchiliklarni 10dan 1ni demak berishlik lozim bo'ladi. Masalan, 1 tonna meva olsa, shuni demak 10dan 1 100 kilosini o'sha miskinlarga, ya'ni zakot olishlikka haqli bo'lgan odamlarga uni berishlik lozim bo'ladi. Lekin yana bir yerlarning turi bor. U yerlar masalan suvni xarajat bilan chiqarilsa, chelak bilan yo suvni pulga sotib olib, uni ancha xarajatlar bilan suvni sotib olib, demak sug'oriladigan bo'lsa, unda endi nisfi ushur deydi. Endi 10dan 1 emas, 20dan 1 berishlik lozim bo'ladi. Ya'ni ayniqsa mana suvlar yildan yilga muammoga aylanib, suv demak topishlik, suv bilan sug'orishlik muammo bo'ladigan joylarda endi nima qilinadi? Agar suvni pulga sotib olinsa, unda o'sha dehqonchiliklarni 20dan 1ni berishlik lozim bo'ladi. Tashakkur ustoz. Ushur bermaslik qanday salbiy oqibatlarga olib boradi? Ushur yo zakot bermaslik avvalo bu Alloh taoloning hukmiga nofarmonlik, ya'ni farzni bajarmagan bo'ladi, ya'ni gunohkor bo'ladi. Ikkinchidan uni salbiy oqibati baxil degan nomni o'ziga yuklaydi. Ya'ni inson o'zini molida, uni masalan uni molida u xoh mol ko'rinishida bo'lsin, xoh dehqonchilik ko'rinishida bo'lsin, u pishdimi, yetildimi, unda miskinning haqqi bor, ya'ni kambag'allarning haqqi bor. Endi uni bermasdan ushlab turishlik baxillik bo'lishi bilan birga ana shu Alloh taolo farz qilgan buyruqni, farzni buzishlik bor, gunohkorlik ham bor. Va yana odamlarning orasida molni ushlab turibdi, bermayapti, miskinning haqqini baxillik qilib bermayapti degan malomatga qolishlik ham bor. Vaholanki baxillik bu yomon xislat. Payg'ambar alayhissalom baxillik insonni do'zaxgacha olib boradigan yomon fe'l ekanligini bayon qilganlar. Uni aksi saxiylik bo'lsa, insonni jannatga olib boradigan juda bir ulug' axloq deganlar. Shuning uchun inson bu ushurni bersa, Alloh taolo rozi bo'ladigan bir saxiylik martabasiga erishadi. Bermasa baxil bo'lib qoladi. Va yana buni bermaslik insonga nimani olib keladi desa, molni sharri, yomonligini olib keladi. Agar bersa, Xudo o'sha insonni molni yomonligidan, sharoratidan saqlaydi. Molni yomonligi nima desa, molni yomonligi insonni tug'yonga ketkazadi, Xudoni unuttiradi, payg'ambarni unuttiradi va muhtoj kimsalarga nisbatan rahm shafqat uni qalbidan ko'tariladi va oqibatida hukamolar aytadilarki, molni sharri shu darajada to'planib borib, hamma narsani moli dunyoni qarichi bilan o'lchaydigan bo'lib, alal oqibat Xudoni unutib, hatto Fir'avnga o'xshab xudolik da'vosini qilishlikkacha olib boradi. Chunki o'sha Fir'avnning davrida yashayotgan o'sha demak odamlar ham shunga shohid bo'lishganki, u o'sha moli dunyoni sharoratiga berilib xudolik da'vosiga borgan.
yoyinki Muso alayhissalomning zamonlaridagi Qorunga o'xshash. Alloh bu Qorunni ham Qur'onda zikrini qilgan. Muso alayhissalomning qavmlaridan edi. U ham juda katta mol egasi edi, lekin Xudo farz qilgan zakotni bermagandan keyin uni sharorati yomonligiga berilib, o'sha Fir'avnga hatto u yordamchi bo'lib qoldi. Alal oqibat Alloh taolo bergan hamma ne'matini undan olib qo'ydi. Ya'ni yerga yuttirishlik bilan Alloh taolo u ne'matni undan olib qo'ydi. Shuning uchun molni yomonligi juda ham yomon narsa. Insonni nima qiladi? Ma'naviy ko'r va karga olib borib qo'yadi. Shuning uchun albatta berish kerak. Yana bir uning zarari yer yuziga tushayotgan tamomiy balo, ya'ni Alloh taolo belgilagan yer yuziga tushiriladigan balo va ofatlar birinchi bo'lib o'sha zakoti berilmagan, ushuri berilmagan narsaga kelib tushadi. Mana bu yomon narsa bu. Chunki sahobiy Abdulloh ibn Umarning gaplari bor. Yer yuzida qaysiki molga, qaysiki boqqa talofat kelgan bo'lsa, illa bihifsiz zakot, o'sha zakotini bermasligini oqibatida, ushurini bermasligini oqibatida bo'ladi deganlar. Yer yuzida u quruqlikda bo'lsin, suvlikda bo'lsin, insonning moliga yo o'sha bog'iga, dehqonchiligiga nimaiki ofat kelsa, shuniga loyiq bo'lgan, xos bo'lgan ushurini, zakotini bermasligida oqibatida o'sha balo keladi degan. Demak, bermasdan, demak, hibs qilib ushab turaversa, Alloh saqlasinki, o'sha dehqonchilikka Alloh taolodan albatta bir balo va musibat kelishligi mumkin. Shu o'rinda ko'p uchraydigan savollardan biri, ushurni yer egasi beradimi yoki ijaraga oluvchi beradimi? Endi hozirgi kunda yerni ijaraga berishlik urf bo'lgan. Albatta o'sha yerni ijaraga olgan dehqon dehqonchilik qiladi o'sha yerda. Demak, tabiiyki o'sha hosil ijaraga oluvchini demak dehqonchiligi bo'ladi. Shuning uchun ijaraga oluvchi uni nima qiladi? Ushurini beradi. Yo'q, agar yer egasi bilan kelishilgan bo'lsa, masalan, men o'zimga ajratilgan dehqonchiligimni o'zimga olaman, sizga ajratilgan dehqonchilikni o'zingizga beraman deb olib borib bersa, har kim o'zini hissasidan ushur beradi. Lekin umumiy ma'noda u dehqonchilik qilib ijaraga oluvchi uni yetishtirganligi uchun ushurini masalan u beradi. Yuqorida juda bir o'rinli gapni aytdingiz. Daraxt ekish, bog' yaratish, shunga o'xshagan har bitta nabototdan bir insoniyat foyda oladimi yoki qushlar bir shu narsadan tanovul qilib hammasini ajri shu ekkan odamga yetib boradi dedingiz. Endi shuni aksi. Hozir juda ko'p guvoh bo'lib qolyapmiz. Katta, yaxshi o'sib turgan daraxtlarni kesish holatlari yoki bo'lmasam nabototlarni yo'q qilish yoki suvsiz qoldirish, shunga o'xshagan narsalarga dinimiz bunaqa holatlarga qanday qaraydi? Bu narsa bir muhim bir maqsadsiz behuda bu narsalarni amalga oshirishlik mutlaq mumkin emas, joiz emas. Dinimizda qoralangan katta bir insonni bir malomatga qoldiradigan ishlardan bu. Zero payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom bu haqda hadis shariflari ham bor. Man qata'a samarata sidrin, kim bir masalan sidr daraxtini, o'sha paytda sidr daraxti o'sha o'lkalarda ko'p ekan, xushbo'y mevalarini, xushbo'y hidi bilan, manzarasi bilan chiroyli bo'lib turar ekan. Kim shuni behuda kesadigan bo'lsa, bemaqsad kesadigan bo'lsa, Alloh taolo uni do'zaxga boshi egik holda kiritadi dedilar. Shuning uchun ko'karib turgan, odamlarga meva berib turgan, soya berib turgan obod joylarni hech qanaqangi bir maqsadsiz va obod qilishlik shartisiz uni buzib bo'lmaydi, uni vayron qilib bo'lmaydi. Balki bu yer yuzini fasod qilishlikka, buzg'unchilik qilishlikka kiradi. Alloh Qur'onda bundan qaytargan. Va la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Bu men yerni isloh qilib, go'zal qilib qo'yganimdan keyin uni buzib fasodga ketkizmaylar uni deydi. Demak, ana shu narsalarni behuda kesishlik insonni do'zaxga boshi egik holda, xijolat bo'lgan holda kirishligiga sabab bo'ladi. Va yana hatto kitoblarda mevali odamlarga meva berib turgan, foydalanib turilgan daraxtni
besabab kesib yuborishlik faqirlikka sabab bo'ladi degan. Ya'ni juda katta bir muhtojlikka, qiyinchilikka sabab bo'ladi degan. Demak, katta zarar bor jamiyatga. Shuning uchun bunaqa narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Tashakkur ustoz. Yana bir savol tug'ildi. Hozir dehqonchilik, umuman nabototdan, bog'dorchilikdan ushur berilishi to'g'risida aytdingiz. Asalarni bergan asalidan ham ushur beriladimi? Bizning mazhabda asalaridan albatta ozmi, ko'pmi, albatta asalidan ushur beriladi. Endi hozirgi kunda yerlar ham masalan 2 ga bo'linib qoldi. Ushuriy 10dan 1 beradigan yerlar bor. Agar asalari ushuriy yerda asal to'plagan bo'lsa, ushur beriladi asalidan. Ya'ni asalini 10dan 1, 10 kilo asal bergan bo'lsa, 1 kilosini beriladi. Lekin asalari 20dan 1 beriladigan, ya'ni suvni pulga sotib olinadigan bog'larning ichida turib asal yiqqan bo'lsa, uni asali ham 20dan 1 beriladi. Tashakkur ustoz. Umuman olganda shu ushur mavzusi o'ziga xos qiziq mavzu. Yurtdoshlarimizdan shunga e'tiborsiz qaramasliklarini so'rardik va yana bir shunga tegishli bo'lgan masalalarni mana bizning fatvo markazimiz bor. U yerda ustozlarimiz xizmat qilishmoqda. Shu savollari, tug'ilgan savollar bo'lsa, 78 kodi bilan 150 33 44 raqamiga telefon qilib olishlari mumkin bo'ladi va undan tashqari o'sha har bitta hududimizdagi masjid imomlarimiz ham bu masalada yordam berishadi. Albatta, fatvo markazi ulamolari bilan maslahat qilgan holda. Tashakkur ustoz, bugungi shu ushur mavzusini chiroyli yoritib berganingiz uchun Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin, ilmingiz bundan da ziyoda bo'lsin. Yana studiyamizda sizni kutib qolamiz. Muhtaram azizlar, shuning bilan bugungi juma suhbati ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Navbatdagi ko'rsatuvlarimizda yana uchrashguncha xayr deb qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.